Hammaga assalomu alaykum. И siz Русский Плюс kanalidasiz. Сегодня у нас будут роды множественных слов. Итак, boshladik. Bilamiz muskoy женский средний rod bor va bugun ularda qanday qilib ko'plikka o'tkazishda tushuntirib o'taman. Muskoy rodda ko'plikni yasashimiz uchun i harfini qo'ysak yetadi. Bu qoida 80% holatda ishlaydi. Student studenti, talaba talabalar, marker markeri, marker markerlar, telefon telefoni, telefon telefonlar, stol stoли, stol stollar. Davom etamiz. Ba'zida agar so'zimiz KGH, JSH, CSH ga tugaydigan bo'lsa, biz i'ni o'rniga i harfini ishlatamiz. Shkolnik, maktab o'quvchisi, shkolniki, storish, qorovul, storji, plash и плащи bo'ladi o'z-o'zidan. Keyingi rodimiz женский rod. Женский rodda ko'plikni yasashimiz uchun a harfini i'ga o'tkazamiz. Mashina mashina, prujina prujina. Lekin agar so'zimiz ya yoki mягкий znakka tugaydigan bo'lsa i yoziladi. Noch nochi, tётя tётя. A harfidan oldin agarda KGH, JSH, CSH harfi keladigan bo'lsa, biz i'ni o'rniga yana i'ni yozamiz. Kniga adan oldin g kelyapti. Shuning uchun knigi bo'ladi. Rubashka adan oldin k kelyapti. Shuning uchun rubashki bo'ladi. Davom etamiz. Oxirgi rodimiz средний rod. Средний rodda o harfimiz a ga o'tar ekan. Okno okna, облако облака. E harfi esa ya ga o'tar ekan. Море моря, здание здание. Mya harfi esa mina ga o'tar ekan. Imya imena, plemiya plemena. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Umid qilaman bugungi darsimiz sizlarga juda ham katta foyda olib keladi va rodni siz yanada yaxshiroq o'rganasiz. Спасибо за внимание. Пока-пока.